Assalomu alaykum yurtdoshlar kanaliga kutib bugungi lokatsiyamiz Urganch shahar Urdin ustidan oldinda Kuyet ko'chada 7 etajli toza domimiz 7-etajında 2 xonadon sotib olgan korobka holatda bo'ladi. E'tibor beramiz, podizlarimiz keng, liftlarimiz ishlab turibdi polni, har etajimizda 3 xonadon bo'ladi. Chap qo'limizdagi xonadonni yurib chiqamiz. Ko'cha ishlarimiz demir ishlardan qo'yilgan. Bismillah. Girganimizdan keyin koridor, kvadrat ham 63 kvadrat, dokument 100% tayyor, to'g'ri adlaza o'tadi. Xonamizda deyin doğrumuzda sanuzel, yan tarafımızda yana mirxonasi tushgan, o'ng qo'limizda yana mirxonasi bor, 2 xonali bo'ladi. Yan tarafimizda girish qismi. Girganlarimiz keyin polni mebelimiz ham, umaliklarimiz ham sig'adi. Birinchi chetdan tushuntirib donishtirib boramiz. Vanna to'ychalarimiz oddiy joylashgan. Berimizda yana tualeti. Suv to'sish, kanalizatsiya to'sishlarimiz gap turibdi polni. Yan tarafimizda kuxnyasi. Ochiq yoziq balkonimiz bor. Urdin ustini yonida joylashgan. Gaz o'chirishlarimiz ham qo'yib turibdi, to'g'ri ariza berasizlar. Lissoyni olib yoqaverasizlar. Gaz suv svetdan muammosi yo'q. Yan tarafimizda ochiq yoziq balkonimiz ham bor. Kuxnyamiz ham normalniy. Sovuqlarimiz ham tap-takiz ekan. Berimizda yana birinchi xonasi. Xonamizdan keng, baland, plita bilan bostirilgan yurtdoshlar mansard emas uyimiz. Bemalol kelib ko'raverasizlar. 7 etaj salonimiz 7-etajında dik yo'lning ustida joylashgan yurtdoshlar. Berimizda vannasi. Xolos hozir vanna tualet joyini biretib, oyondagi tualetni yig'ib bersangizlar ham bo'ladi. Kuxnyamiz keng qoladi. Kanalizatsiya suv to'shishimiz yer turibdi uyimizda. Bu yerda yana zal. E'tibor beramiz. Kengligi zo'r, kvadrat ham 63 kvadrat. Plita bilan bostirilgan yo'lning ustida joylashgan. E'tibor beringlar, Kuyet ko'cha. Yan tarafimizda Urdin ust ko'rinib turibdi. Narxini keladi olsak 6 million 600 ming so'mdan kelishib beriladi. Kim ma'qul bo'lsa, ekranimizda berilgan nomerlarimizga chiqaverasizlar. E'tiborlar uchun rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.